Bugun meni yana uchrashuvga taklif qildilar. Sizlar bilan bir kunim. Kim uchrashuvga taklif qildi desanglar, o'sha meni yigitim, qaynonamning o'g'illari. Aytgancha men xorazmlikligimni kimlar biladi, kimlar bilmaydi. Bu meni ishxonam. Ishlarimni tugatib, o'sha yigitim xonalariga kirdim, qarasam ishlab o'tirgan ekanlar. Tayyorlanib tur, birozdan keyin chiqaman dedilar. Bugun yangi kelgan auditoriyam uchun o'zimni yana bir marta tanishtirib o'tib ketaman. Ismim Munisa, xorazmlikman. Blog yuritishni boshlaganimga atigi 3 oy bo'ldi. Sizlarning sharofatinglar bilan 50k bo'lyapmiz. Yaqinda inshaalloh 100k bo'lamiz. Men qo'limdan kelgancha musofirlarga foydali kontentlar chiqarishga harakat qilaman. Qo'llab-quvvatlab tursanglar. Aytgancha, o'zingiz xorazmlik bo'lib, nimaga xorazm shevasida gapirmaysiz degan xorazmliklardan juda ham ko'p savollar kelgan. Bilasizlarmi, xorazmliklar hamma tilga tushunadi, hamma tilda gapira oladi. Xullas, men kvartiraga keldim, kvartirani bir sidra uborka qilib, undan keyin ovqatlarimni tayyorlab qo'ydim ertaga ishga xo'jayinimga. Darslarimni o'tib, uyga vazifalarimni tayyorlab, fitnesslarimni qilib, keyin tayyorlanib yo'lga chiqdim. Xorazmlik yigitim qaynonamning o'g'li bilan ya'ni uchrashuvga chiqdim. Turkiy tillar ichida eng ajralib turadigani bu xorazm shevasi. Va xorazm shevasi dimmazzi, dim yaxshi ko'raman xorazm shevasida gaplashishni. Lekin YouTube kanalimda bitta savol qoldirganman videomdagida. Shunaqa gapiraymi yoki xorazm shevasida gapiraymi, vloglarimni qanday yuritay deganimda menga Toshkent shevasida gapiring, biz xorazm shevasini tushunmaymiz deyishgan 70% odamlar, 30% xorazmliklar bo'lgan meni auditoriyamda. Agar xorazmliklar meni qo'llab-quvvatlab tursangizlar, apros qoldiraman. Do'stlar, agar 80% xorazmliklar bo'lsa, xudo xohlasa xorazm tilida yuritaman vlogimni. Xullas, bugun mana xo'jayinim bilan uchrashuvga ham chiqdik, ovqatlandik, marojniy yedik, aylandik, massaj oldik. Xullas, bugungi kunimiz ham o'tdi, ishdan keyingi kunimiz ham tugadi. Bizlarni bilgan-bilmaganlar uchun biz Moskva shahridamiz xo'jayinimlar bilan. Moskvadagi o'zbeklar bormisizlar? Bor bo'lsangizlar, qo'llab-quvvatlab turinglar. Keyingi videolarim xudo xohlasa sizlarga foydali bo'ladi. Bu video o'zim haqimda edi. Xorazm viloyati Xasarost tumani Muhammon qishlog'ida tug'ilib, Ovshar qishlog'ida katta bo'lgan qizman. Sizlar qayerliksizlar? Yozib ketinglar kommentariyada. Direktga emas, kommentariyaga.